Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'ining navbatdagi sayyor qabuli Uzun tumanida bo'lib o'tdi. Qabulda jarima qarorlari, qidiruvdagi transport vositalari hamda yo'l infratuzilmasi bilan bog'liq bir qator murojaatlar o'rganilib, ayrimlari shu joyning o'zida hal etilgan bo'lsa, muddat talab qilinadiganlariga ijrosi uchun mas'ullarga topshiriqlar berildi. 18-maktabga sun'iy notekislik qilib beringlar deb murojaat qildim. Qo'yib berdimi? Qo'yib berdi, shuni ustiga chizig'ini chizmaganda. Chizib ber, shuni. O'tda chiziq nima qiyinmi? Maktab oldida biz tafsirni o'tkazyapmiz. Hamma maktablarning oldini, bog'chalarning oldini to'liq yo'l belgilarini almashtiramiz, yo'l chiziqlarini chizamiz. 1-sentyabrga maktab tayyor bo'ladi. Ukamiz 4 metr mashinalar juda tez o'tadi. Ha, yo'lni mutaxassisi boshqarmada borib o'rganadi, hozir boradi-da, mana chaniga bilan borib o'rganib, siz bilan birga o'rganadi, qo'yish kerak bo'lgan joyga qo'yadi, belgi almashtirgan joyga almashtiradi. Kamera ustini o'rnatganki qo'yamiz uni. Sayyor qabulda yo'l infratuzilmasini yaxshilash, piyodalar o'tish joyini xavfsizlashtirish, svetofor va radar moslamalarini o'rnatish xususida murojaatlar qabul qilinib, muddat talab qilinadiganlari ijroga qaratildi. Murojaatimizni ijobiy hal qilishga va'da berib, bugunni o'zida hal qilishga va'da topshiriq berildi. Shunday ishiga halol qarayotgan insonlar borligidan xursandmiz. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'ining sayyor qabuliga kelgandik. Murojaat yuzasidan sun'iy notekislik yuzasidan so'rab keluvdik. Murojaatimizni ijobiy qabul qilib, bir hafta ichiga qilib berishdi. Mas'ullarga topshiriq berdi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'ining sayyor qabuli viloyat bo'ylab davom etadi.